Bismillahirrahmanirrahim. Sura Fajr. Nihoyatda shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Wal fajri Subhi bilan. wa layalin ashrin Zulhajjining dastlabki 10 kechasi bilan. wash-shaf'i wal watri Qurbonlik kuni, harpi kuni bilan. wal layli idha yasr Koinotning ajoyib harakati bilan o'tgan kecha bilan qasamki, kofirlarga cho'qim azob qilamiz. hal fi zalika qasamun lidhi hijr. Aql egisiga buningda, ya'ni yuqorqi narsalarda qanoatlanarlik qasam bormi? Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad. Parvardigoringning Od, Irama zatil imad kuchlik Iramni qandoq jazolaganligini ko'rmadingmi? allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Bundoq odamlar boshqa shaharlarda yoritilmagan edi. Wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wadi. Shuningdek, vodi Qurada toshlarni kesib, uylarni bino qilgan Samudni Alloh qandoq jazoladi. Fir'auna dil awtad Shuningdek, qo'ziqlar egisi Fir'avnni qandoq jazoladi. alladhina taghaw fil bilad. Ular shaharlarda zulm qilishda haddidan oshdi. Fa aktharu fiha al-fasad U yerlarda buzg'unchilikni ko'p qildi. صب عليهم ربك سوط عذاب. Parvardigoring ularga qattiq azobni nozil qildi. إن ربك لبالمرصاد. Parvardigoring bandalarni albatta ko'zitib turg'uchidir. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. Parvardigori insonni sinab aziz qilsa va uningga ne'mat bersa, u Parvardigorim meni aziz qildi deydi. أما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. Parvardigori insonni sinab rizqni tor qilsa, u Parvardigorim meni xor qildi deydi. كلا بل لا تكرمون اليتيم Hargiz undaq emas. Sizlar yetimni hurmat qilmaysizlar. ولا تحاضون على طعام المسكين. Bir-biringlarni miskinga osh, non berishga targ'ib qilmaysizlar. وتأكلون التراث أكلا لما. Mirosni halol harom demasdan ha deb yeysizlar. وتحبون المال حبا جما. Molni yerislik bilan nihoyatda do'st tutsizlar. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. Ey g'ofillar, buningdan yeninglar. Zemin orqami orqa tavritilgan chog'da. وجاء ربك والملك صفا صفا. Parvardigoring kelgan va farishtalar sap-sap bo'lib kelgan chog'da. وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. Gunohkorlarni ko'rish uchun jahannam keltirilgan chog'da, shu kunda inson, ya'ni kofir, dunyodagi qilmishlarini aslaydi. Bu chog'da aslaganning uningga nima foydasi bo'lsin?
يقول يا ليتني قدمت لحياتي. U aytidi-ki, koshki men dunyodagi hayot vaqtimda yaxshi ishlarni qilgan bo'lsam-chu. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. Shu kunda har ahadi Allohga osiylik qilganlarni Alloh jazolagandek jazolamaydi. ولا يوثق وثاقه أحد. Hamda hech ahadi Alloh bog'lagandek bog'lamaydi. يا أيتها النفس المطمئنة Ey aram topquchi jon, ارجعي إلى ربك راضية مرضية. sen Parvardigoringdan mamnun. Parvardigoring sendin rozi bo'lgan holda uning dargohiga qaytqin. فادخلي في عبادي Sen mening yaxshi bandalarim qatoriga qo'shilgin. وادخلي جنتي. Mening jannatimga